Hurmatli obunachilar, mana ko'plar mana Gentradan bo'lsin degan edi, Abjallikka Gentradan bo'lsin dedi. Mana mashinamiz 21 ga 22. Mashinamiz kraskasi toza, mashinamizga 4 ta charimga balonlar qo'yganmiz. Qilingan narsalar. Yangi evakor polik, qimmat chiqol qo'yib qo'yibmiz mashinamizga. 3-paketlangdan metan qo'yganmiz. Tayyor mashina. Orqa tomonlarni tushib ko'rsating. Mashinamiz yangi holatda turibdi, 90 ming yurgan provaga. Hech qanday mashinamiz nuqsoni yo'q. Mashinamiz narxiga kelsak, narxini 128 million so'm pul qilib beramiz. 128 million so'm. Kimda kim 10 million so'm bosh to'lab olib kelsa, mana shu mashinamizda hamma xarajatni mashinamizni chiqarib beramiz. Bemalol kelganingizni manzilim shu Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqo'rg'on Terkursga xohlang viloyatga bu mashinamizni 10 million so'm bosh to'lab chiqarib beramiz. Birdan nomlaringizga gapirmayman. Pastdan qoldiramiz, qolganini bilan tezda gaplashamiz. Obunachilar, mana ko'plar Gentradan ko'proq bo'lsin degan mana Gentramiz 2020-yil ishlab chiqarilgan Gentramiz. Kraskasi top-toza. Bir tomchi kraskasi mashinamizga qilingan narsa 4 ta pachka balon qo'ydik. Pultlari bor mashinamizda, poliklar bor. Tayyor mashina, luklar polni ko'tarib tushadi, ishlaydi, kakpaloyda. Yurgan provaga 80 ming provaga yurgan. Mashinamiz mana yangi holatda turibdi. Orqalariga optira stoplar ham qo'yib qo'yibmiz. Tayyor mashina. Mashinamiz tiniq holatda. Umuman petnosi ham yo'q. Bu furgacha mana o'ziniki, chiziq joyi ham yo'q. Mashinamizning narxiga kelsak, narxini 145 million so'm pul qilib beramiz. 145 million so'm. Kimda kim Cheriz bank qo'lam desa 16-17 million so'm pul olib keladi. Mashinamizni hamma xarajat ichida chiqarib beramiz. Manzilimiz shu Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqo'rg'on Terkursga. Bu mashinamizni ham xohlagan viloyatga chiqarib beramiz. Bemalol kelingizlar, hurmatli obunachilar. Pastdan qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.